GLS mashinani haydab yurgan odamlar biladi, sideniyasi qanaqa qo'pol, jostki bo'lishini. Buni biz полный sideniyani restavratsiya qilib, materiallarigacha ham yumshoq materialdan qilib, paralonlarini ham yumshoq qilib berdik. Vashi hozir umuman boshqa dunyo bo'lib qolgan. Umuman ayniqsa orqasiga deyarli taxtali skameyka bo'lardi-ku. Shundan farqi yo'q edi. Bu videoda olib chiqqan Nexus uchimizning egizagi. Xuddi shunaqa ishi bo'lgan, deyarli bu yerda ham keramika podirovka kompleks, bu yerda ham shumka и podirovka xizmatlari ketyapti. Mana bu yerda Hamid mana kecha sumga boruvdi, ish qidirib, bugun o'zini ish ko'payib ketdi. Nima bo'ldi o'shanda? Bugun borib vahshiy bo'ldi. 5 ta mashina birodarlarga hayot. Yo'q, barakasini bersin. Bu yerda hozir nimadan ishlar. Lekin soat 8 gapirib qo'yinglar, lekin bu so'm bilan 5 ta aniq qilishadi deb bular konkurent o'ynashadi.